Assalomu alaykum hammaga, charchamasizlarmi? Shipor qoqilib xizmatlarga keldik mana. Mana qilib kesib, ikkitasi mana non bilan mana kelgan joyini kesib olib turib, mana ustiga yana bitta tushadi, mana bu holatda chiqadi. Agar uni kesib olmasanglar, mana bu ko'tarilib qoladi. 3 ta shipor bo'lib qoladi, mana bitta 1 sm shel bo'lib qoladi. Xohlasa 70 kvadratdan yalar mana bitta liniyaga kelgan. Kerepat, merepat, kasopat degan joylari yo'q. Hamma yo'q mana. Yopishib kelgan. Tunikadan ham chiroyli kerak bo'lsa. Shipirda afzalliklardan bittasi terlamaydi. Ertalab, kech payt tunika terlaydi. Servis qilish kerak yoki shipir qilaverish kerak. Issiqlikni ham tunikaga qaraganda ancha kamroq o'tkazadi. Tiqir-tiqir qilmaydi yomg'ir yoqqanda boshqada. Shunaqa foydali ma'lumotlar bizda. Obuna bo'lib kuzating, like bosib qo'ying.